Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Kursdagi hujumda O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyaning Kursk viloyatidagi mehmonxona vayronalari ostida 39 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi olib chiqildi. Bu haqda 13 may kuni Kursk gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksandr Xeshtayn xabar berdi. Xabarga ko'ra, Rilsk shahridagi mehmonxona Ukraina qurolli kuchlari hujumida vayron bo'lgan. Mehmonxona vayronalari ostidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 39 yoshli erkakning jasadi topildi. Yaqinlariga samimiy hamdardlik bildiraman, degan Xeshtayn. Rasman Putin amnistiya muddatini sentyabrgacha uzaytirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada noqonuniy ravishda bo'lib turgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga o'z huquqiy maqomini rasmiylashtirish yoki mamlakatni tark etish uchun berilgan muddatni 2025-yil 10-sentyabrgacha uzaytirdi. Prezident farmoni huquqiy aktlar nashri portalida e'lon qilindi. Bundan avval 2024-yil dekabrda Putin imzolagan farmonga ko'ra, migrantlar 2025-yil 30-aprelgacha huquqiy maqomini tartibga solishi kerak edi. Yangi farmon bilan bu muddat yana uzaytirildi. Farmonning yangilanishi haqida avvalroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan edi. Rossiyada 2024-yil bahoridan boshlab migratsiya siyosati kuchaytirildi. Shu doirada 2024-yil dekabrda qabul qilingan farmonda ham migrantlarga huquqiy maqomini belgilangan muddat ichida rasmiylashtirish talab qilingandi. Migratsiya agentligi Rossiyada ishlab yurgan, ammo hujjatlarda kamchiligi bo'lgan barcha o'zbekistonliklarga huquqiy amaliy yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Delegatsiyaga doir savollar bilan quyidagi telefon raqamlariga va Telegram orqali huquqiy yordam uzbotga murojaat qilish mumkin. 1-iyundan boshlab O'zbekistonga xitoyliklar vizasiz rejimida kirishlari mumkin bo'ladi. 1-iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolari Xitoyga vizasiz safar qilishlari mumkin. Bunda muddat 30 kundan oshmasligi lozim. Vizasiz rejim o'qish, mehnat va media faoliyati bilan shug'ullanishga nisbatan tatbiq etilmaydi. 1-iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolari Xitoyga vizasiz safar qilish imkoniyatiga ega, deya xabar bermoqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. Qayd etilishicha, O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi uchun davlat ichki proseduralari tugallandi. Ko'rsatilgan xalqaro shartnomaning qoidalariga binoan bitim 2025-yil 1-iyundan e'tiboran kuchga kiradi va u O'zbekiston va Xitoy fuqarolarining ikki davlat hududida o'zaro vizasiz safarlarga doir masalalarni tartibga soladi. O'zaro bitimga muvofiq tomonlar davlatlari fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun har bir alohida bo'lish muddati 30 kundan oshmaydigan muddatda va har qanday 180 kunlik davr ichida jami 90 kundan ortiq bo'lmagan muddatda viza talablaridan ozod qilinadi. Bunda tomonlarning davlatlari hududiga har bir kirish va bo'lish muddati 30 kundan oshmasligi lozim. Agar fuqarolar 30 kundan ortiq qolishlari kerak bo'lsa, ular kirish vizasini oldindan olishlari lozim. Vizasiz rejim mehnat faoliyati, o'qish va media faoliyat bilan shug'ullanish, shuningdek, boshqa tomon vakolatli organlarning oldindan roziligi talab qilinadigan boshqa turdagi faoliyat bilan shug'ullanishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ko'rsatilgan bitim Xitoyning Gonkong va Mooka maxsus ma'muriy hududlariga tashrif buyurishga nisbatan amal qilmaydi. Migrantlarning Ukraina Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda borishi va ishlashi qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Rossiya ijtimoiy tarmoqlari va ko'chalarda Ukrainaning vayron bo'lgan shaharlarda, xususan Mariupol va Donetskda ishlash haqidagi e'lonlar tobora ko'payib bormoqda. Natijada Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan muhojirlarning bir qismi Rossiya nazorati ostidagi bosib olingan hududlarga ishlash uchun keta boshladi. Ular bunga asosan ko'proq pul topish va Moskva kabi Rossiyaning yirik shaharlarida duch keladigan qiyinchiliklardan qochish umidida
qo'l uradi. 2014-2022 yillarda Rossiya Qrimni, keyinroq 2022 yilda Ukrainaning 4 viloyatini Donetsk, Lugansk, Zaporij va Xersonni bosib oldi. Moskva dunyoning aksariyat davlatlari tomonidan tan olinmagan bu hududlarda soxta referendumlar o'tkazdi va ularni Rossiya Federatsiyasi tarkibiga kirgan deb e'lon qildi. Biroq xalqaro hamjamiyat, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari bu harakatlarni tan olmadi. Shuning uchun xalqaro huquq nuqtai nazaridan bu hududlar Ukrainaga tegishli bo'lib qolmoqda. 2025 yil boshida Rossiya vayron bo'lgan hududlarga ishchi kuchini jalb qilish uchun imtiyozlar kiritdi. Masalan, migrantlarga mamlakatning boshqa hududlarida talab qilinadigan patentsiz ishlashga ruxsat berildi. Mariupol va Donetsk kabi shaharlarda mehnat qilayotgan muhojirlar sonining ortgani shu bilan izohlanadi. Salim Saidov ismi o'zgartirilgan ishg'ol qilingan hududlarga 2 marta ishlash uchun kelganlardan biri. Ilgari u Moskvada ishlagan, ammo politsiya tekshiruvlarining kuchayishi va doimiy bosim tufayli u Mariupolga ko'chib o'tishga qaror qilgan. U yerda do'stlari bilan vayron bo'lgan uylarni ta'mirlash bilan band bo'ldi. Birinchi oylarda ularga va'da qilingan 200 ming rubl to'langan. Ammo keyin kechikishlar va to'lovlar bilan bog'liq muammolar boshlandi. Keyinroq yana pul topish ilinjida Donetsk viloyatiga bordi. Salimning aytishicha, bu hududlar haqiqatan ham Markaziy Osiyodan, xususan Tojikiston va O'zbekistondan kelgan muhojirlar ko'p. Ular asosan qurilish va ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Ba'zilar hatto urush qachondir tugaydi, lekin uy qoladi degan umidda arzon uy sotib olishadi. Salim u yerga sayohat qilish xavfli ekanini tan oldi. Bu hududlarda muntazam ravishda portlashlar eshitiladi. Qonunsizlik hukm suradi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, chegaradan o'tishda pasport muhr qo'yilmaydi. Shuning uchun ham qonunchilikda muammo bo'lmaydi degan umidda. Hukumatning sukuti Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari ishg'ol qilingan hududlarga borishning xavfi haqida rasmiy ogohlantirishlar bermagan. Ular bir necha bor o'z fuqarolari mamlakat tashqarisida harbiy harakatlarda qatnashmaslikka chaqirgan bo'lsalarda, Qrim, Donetsk yoki Xersonga sayohat qilishning huquqiy maqomi borasida aniq tushuntirish berilmagan. Ekspertlarning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari o'z fuqarolarini bunday hududlarga borish bilan bog'liq xavflar haqida rasman ogohlantirishi kerak. Bunday ogohlantirishlar bo'lmaguncha migrantlar nafaqat sog'lig'ini, balki erkinligini ham xavf ostiga qo'yib, mojaro zonasiga borishdan davom etadi. Qariyani urgan bezori muhojir hibsga olindi. Sankt-Peterburgda avtobusda ketayotgan migrant va mahalliy aholi o'rtasida mojaro sodir bo'ldi. Muhojir shaharliklarning so'zlariga ko'ra, ularni so'kib, bir yo'lovchini kaltaklagan. Hodisa 4-may kuni 191 sonli avtobusda sodir bo'lgan. Yo'lovchilar salonga yig'ilgan. Sobiq fizika o'qituvchisi 68 yoshli Viktor Ivanovich yigitdan surilishini so'ragan. Ammo guvohlarning so'zlariga ko'ra, u qat'iy rad javobini olgan. Mojaroning bir qismi videoda olingan. Telefoningizni qo'ying, bu sizning Rossiyangiz emas. Hoy, nega bunday deysiz? Bu sizning davlatingiz emas. Politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Hammangiz noshukurlarsizlar, deb baqiradi yigit. U urushga bo'lsa migrantlarning yuborilishi, boshqa payt behurmat qilinishi haqida gapirgan. Avtobusdagi ayollar unga Rossiyani yoqtirmasa va urf-odatlarni hurmat qilmasa, vataniga ketishini maslahat berishadi. G'azablangan ayollar bilan videodagi tortishuv muhojirning rus pasportini ko'rsatib, politsiyani chaqirmaguningizcha men bu yerdan ketmayman yoki siz bu yerdan ketasiz. Xohlasangiz birga chiqamiz degani bilan yakunlanadi. Muhojir 29 yoshli bo'lib, asli Markaziy Osiyodan kelgani aytilmoqda. Guvohlarning aytishicha, yigit sobiq o'qituvchini itarib yuborgani natijasida u jarohatlangan. Jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizilgan va unga ko'plab jarohatlar tashxisi qo'yilgan. Politsiya tartibbuzarni hibsga oldi. Xabar qilinishicha, tergov boshlangan.